Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Hyundai Sonata mashinasi bo'ladi. Mashinamizning informatsiyasini aytib o'taman. Mashinamiz 2010-yil ishlab chiqarilgan. Probegiga ahamiyat qilamiz. 82 000 km bosib o'tgan. Motori, ходовой, korobkasi, elektronikasi ideal holatda. Mashinamizda полный full komplektatsiyada, ya'ni panorama tomli eng topoviy komplektatsiyada. Benzin rasxodiga keladigan bo'lsak, shahar ichida 10 tadan 12 tagacha xarajat qiladi, dalniga 7 ta 8 ta rasxod qiladi. Mashinamizning narxini ham sirasiz aytaman. Narxi 13 000 AQSh dollari. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Endi mashinani bitta ko'ramiz. Mashinani juda ham duxi baland, old oblisovkalari juda ham chiroyli deb uni yangi balonlarda turibdi mashinamiz. Aytib o'tganimdek полный full, ya'ni panorama tom, круговой tonirovka. Hozir orqa rakursini ko'ramiz. Orqa rakursi ham juda ham chiroyli va skromniy. Takoy diodli optikalar, orqasida kamerasi bor, juda ham chiroyli, bagaji juda ham keng. Hattoki amortizatorlarni ham yaqinda yenga qo'ydirib qo'yishgan ekan. Mashina xullas zo'r. Endi interyerini bitta ko'ramiz. Old sidenamizda kojinli sidenya va perforatsiyalar mavjud. Sababi old sidenamizda abagrev ham bor, abdufan bor. Avtomat korobka, klimat kontrol, Android Smartphone qo'yib qo'yilgan, multifunksiyonalniy rul, stiklopodъемniklar, детский rejimlar, bokovlarni boshqaradigan rejimlar. Mashina xullas juda ham zo'r. Mashina bez rasxod. Akalar, bunaqalarini narxi 13 000 14 000 dollar. Oddiylari ham 11,5 000 12 000 dollar. Mashinamiz atigi 82 000 km yurgan. Narxi esa 13 000 AQSh dollar.